Sizga endi bu qo'shiq yoqadimi yo'qmi bilmadim, lekin shu qo'shiq sizga tavsiya qilmoqchiman. Chin dildanmi? Chin dildan. To'ychi xafa bo'lmaydimi? Yo'q, xafa bo'lmaydi. To'ychi xafa bo'lmaysanmi? Bo'ldi. Demak, hurmatli tomoshabinlar, o'sha Durdona Qurbonova sevgan qo'shiq va Keling, mana shu gullamani mana shu tizga shunday qilib qo'yamiz. Bir chiroyli turadi ana. to'ychini hozir narsa qilib qo'yadi, o'zini guldor lekin aytib. Va yosh bolani xayolini buzmang, bu bola o'qisin, ishlasin. Yosh bolada bekor aytding-da, mayli. Bekor shu gapni aytding-da. Hasan, qaysi qo'shig'imiz? Bittasini seving faqat degan ashula. Qo'l cho'zmagin har bobonning g'unchasiga, har ishingni javobi bor ertasiga. Yolg'on va'da bermay har kun o'ntasiga, ko'nglin ovlab yashamasdan yuztasini, bittasini seving faqat bittasini. Qiz topmagin vaqtinchalik yuradigan, bir muslima qiz top oila quradigan, boringga ham yo'g'ingga ham ko'nadigan, topgin deyman do'stim qalbing egasini, bittasini seving faqat bittasini, 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 bittasini seving faqat bittasini, bittasini, oy bittasini, bittasini seving faqat bittasini. Sevib bo'lmas aslo nafsu shayton bilan, farqing qolmas yo'qsa do'stim hayvon bilan. Sevib bo'lmas aslo nafsu shayton bilan, farqing qolmas yo'qsa do'stim hayvon bilan. Sevsang sevgin ayolingni iymon bilan, xonadoning topgin asl bekasini, bittasini seving faqat bittasini. Sen shoxida yursang ular shox bargida, aldasang gar aldanasan dil mavjida. Sen shoxida yursang ular shox bargida, aldasang gar aldanasan dil mavjida. Har kun yolg'on chalaverma kuy avjida, ashulamni eshiting bir parchasini, bittasini seving faqat bittasini, 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 bittasini seving faqat bittasini, bittasini, oy bittasini, bittasini seving faqat bittasini. Juda ham chiroyli qo'shiq bo'pti. Yoqdimi Dilshod aka? Juda ham zo'r. Ikkalaringni oxirgi efirlaring bilan tabriklayman. Lekin men hayron qolganim Dilshod aka, bu qo'shiq ayollar aytsanu, tanbeh berayotgandek bo'lardi, lekin erkaklarning o'ziga bittasini seving degani boshqacha bo'lar ekan-a? Ana xuddi o'zini sirini o'zi ochayotganga o'xshaydi. Bugun hech qayerda yiqilmadingmi? Yo'q. Demak, bugun ko'rsatuvimiz menimcha yaxshi bo'ldi degan umiddaman. Ilhom aka, katta rahmat sizga. To'ychi, hazillarga rozi bo'lasan, ukajonim. Baraka topsan yaxshi ko'raman. Necha yildan beri keladi bu bola? Necha yildan beri kelasan to'ychi? 3 yildan beri keladi. Maktabda 11 sinfda o'qiyotgan payt oldim kelar. Ustoz, Ilhom aka, bitta nimasini aytib qo'yay men to'ychini. Har qancha sostav alishtirganman, to'ychi mendan bir so'm olmaydi. Shuncha sostav voz kechgan, lekin to'ychi voz kechmadi. 3 yildan beri Nima mendan. hozir o'zingizni insofsizligingizni maqtavasizmi? Yo'q, beraman, doim beraman, yo'q. Kerak emas deydi. Men ota-onam xursand bo'ladi. O'chi oling, bunaqada qanaqa Nimaga oila pul olmaydimi? boqasiz? Mendan umuman olmaydi. Vijdoning qiynalmayapmi? Hasan yotganingda kechqurun alahsiramayapsanmi? Hammasini hisoblab. Ko'rmayapsanmi? Mayli, endi o'zing ichki mavzularingni o'zing gaplashyapsiz, to'ychi ol. Ol, to'ychi bosma. Bugun 2 ta ol. Demak, Ilhom aka katta rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Durdonaxon singlimiz, sizga ham katta rahmat. Rahmat Dilshod aka. Voy, siz kelasiz, mana shu efirlarimiz juda ham chiroyli bo'lib,
Siz bilan endi qachon ko'rishamiz xudo biladi. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik iloyim. Mashhuraxon sizga ham rahmat singlim. Sog' bo'ling. Hasanjon senga ham rahmat.